Otaxon yoshingiz nechida? 36 da. Aldab tashamang unaqa. Endi 90 kirib allamasam kerak. 36 mi 36? Bo'pti. Otaxon yana ham yaqindan tanishib olamiz. Ota, ismingiz nima? Jonim. Jonim? Ha, jonim? Ey, o'tiring joyingizga. Ismingiz nima deyapman? Jonim? Ha, Jonimbek aka, xush kelibsiz. Qanaqa qilib ajrashgansiz shu haqida? Ha, bu yoqqa ajrashib kelish kerakmi? Oldin ko'rib, bir analiz qilib, keyin borib ajrashib kelsa bo'lmaydi. Endi xalqda bir maqol bor-da, suvni ko'rmasdan ishtonni yechma degan. Sizni yoshingizda atak ishton bilan cho'milsa ham bo'laveradi, ota. Xolamni ham yetaklab kelmabsiz-da? Endi o'rmonga o'tin bilan, yor-yorga xotin bilan kelmayman.